Har birimizga bafurja mana shu usullar haqida to'liq ma'lumot bersangiz. O'sha faza uxlaydi, ya'ni siklik faza yo'qoladi. Kelishadi. Mana shu ukollardan keyin semirib ketdim. Bu chiroy hammasi sintetik. Aynan kimlarga yaxshi bo'lishi mumkin mana shu usul? Ya'ni implant 3 yilgacha yetsa, gormonal mirena 5 yilgacha saqlab beradi. To'g'ri ichishni tushuntirib o'tsangiz, ichida 28 ta strelkali bo'ladi. Birinchi kundan 5-kungacha ulgurish shart. Xo'p, mana endi narx haqida Misli spirallar bepul poliklinikaga bemalol chiqib qo'ydirishsa bo'ladi. Yallig'langan hujayradan onkologiya kelib chiqadi. Bizda esa ayollarimiz bu spiral bilan necha yil yuradi. Haqiqatan ham mana shu tillalik spirallar yaxshiroq hisoblanadimi? Endi qarang, hattoki o'sha tug'gan farzandi uylanib, o'zi farzandli bo'lgan. O'sha spiral turibdi. Spiral hali turibdi. Demak, ayollarimiz o'zini yaxshi ko'rishsa, albatta tillaligini olishsa kerak. Jinsiy aloqadan yarim soat, 20 minut oldin o'sha preparat qinga qo'yiladi va bundan so'ng 4 soat ichida bemalol jinsiy aloqada shug'ullanishligi mumkin. Saqlanish usullaringizdan tashqari yana usullar bormi? Mana zirey taqib yuramiz, xuddi shunaqa bachadon naylari prosta bog'lab qo'yiladi. Bo'ldi. Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun yana bitta sizning salomat bo'lishingizga qaratilgan suhbatlarimizni boshlaymiz va bugungi mehmonimiz ko'p yillik tajribaga ega, juda ko'p bemorlarning duosini olib kelayotgan, Rossiya pediatriya universitetini tugatgan hamda Moskva shahrida preventiv meditsina bo'yicha tahsil olgan shifokorimiz, ginekolog, reproduktolog hamda bolalar ginekologi, kolposkopist Aziza Farhadovna bilan suhbat qilamiz. Assalomu alaykum. Vasila Farhadovna. Assalomu alaykum. Bugungi suhbatni ancha kutdik, deyarli 2 oy kutdik shekilli. Bundan oldingi intervyumizdagi savollarga bugun deyarli javob beraman degan umiddaman. Xursandman. Bugungi suhbatimizni uyushtirishimizning sababi, bundan oldingi intervyumizda Aziza Farhadovnaga juda ko'p savollar yo'llandi. Mana ularni 1-2 oydan beri bezovta qilamiz. Mana shu savollarga, sizlardan kelgan muammoli vaziyatlarga yechim berishlarini so'ragan holatda va bugungi suhbatimiz ham aynan sizdan kelgan savollarga javob tarzida bo'ladi. Ya'ni kontrasepsiya usullari haqida. Qanday qilib saqlanish kerak, qanaqa usullari mavjud hozirgi kunda O'zbekistonda va buni qaysi biri sizga to'g'ri keladi yoki buni tanlashingiz kerak emas. Mana shu haqida bugun bafurja suhbat qilamiz. Ayollarimizni O'zbekistonda saqlanish taraflama deyarli 90% ayollarda bilim yo'qligi qabulga kelgan ayollar orasida bilinadi. Ya'ni saqlanish usullaridan ularda bilim yetishmaydi. Ya'ni poliklinikada ham ularga tushuntirish olib borilmaydi. Tug'ruqdan so'ng saqlanish kerakligi haqida ham hech kim ma'lumot bermaydi. Shuning uchun deyarli ko'p qizlarimiz aynan tug'ruqdan so'ng aynan kesirva bo'lgan qizlarimiz 6 oygacha spiral mumkin deb aytishadi-da. U 6 oygacha qanaqa saqlanish kerakligini tushuntirib berishmaydi. Ya'ni 6 oygacha bo'lgan muddatda u qizimiz homilador bo'lib kelishadi. O'rtada ya'ni tabletированный, tabletka orqali abortlar va boshqa usuldagi abortlarni qilishga to'g'ri kelib qoladi. Shuning uchun bugun to'liq kontraseptiv usullari haqida gormonal, gormonalsiz barchasini ma'lumot berib o'taman. Spiral turlari haqida ham bitta aytib beraman. To'g'ri, aynan mana shu homilani oldirib tashlash, abort qilish muammosi bizda bilimni yetarli bo'lmagani, vaqtida saqlanmaganligini hisobiga bo'ladi-da. Bugungi sizning foydangiz ham shunda bo'ladi. Har birimizga bafurja mana shu usullar haqida to'liq ma'lumot bersangiz. Kontraseptiv usullari juda ham ko'p turlarga bo'linadi. Bular asosiysi gormonal usullar, ikkinchisi gormonsiz usullarga. Uchinchisi bu xirurgik usul hisoblanadi. Xirurgik usul haqida oxirida aytib o'taman. Birinchi usul bu gormonal usul. Gormonal usullarga har xil turdagi
kok ya'ni oralniy kontratseptivlar kiradi, ya'ni qabul qilinadigan tabletkalar, ya'ni strelочный tabletkalar kiradi. Ularni o'zlari ham ikki turga bo'linadi. Ya'ni estrogen progesteronli va progesteronli tabletkalarga bo'linadi. Asosan emizib yurgan ayollarimizga Diana progesteronli tabletkalar beriladi. Bunga Lactinet O'zbekistonda Lactinet preparatidan bemalol foydalanishsa bo'ladi. Ya'ni tug'ruqdan so'ng har kuniga bitta tabletkadan bir mahalga bir vaqtda ketini uzmasdan pochka tugagandan yangi pochkaga o'tgan holda ichib yuriladi. 28 ta tabletka. 28 ta tabletka bo'ladi. Masalan, kesirva bo'lgan qizlarimiz o'sha 6 oy davomida 6 oydan so'ng spiral qo'ydirish kerak bo'lsa, o'sha davrgacha обязательно bu tabletkani ichib yurish tavsiya qilinadi. Bundan boshqa tabletkalar mumkin emas. Yana koklar bular oralniy kontratseptivda kombinirованный. Koklardan asosan hozirgi kunda bizani preventivniy meditsina kok preparatlarini jigarga bo'lgan ta'sirlari hisobiga deyarli tavsiya qilinmaydi. Faqatgina biz qachon ayol kishida gormonal fonida juda kuchli o'zgarish bo'lganda tuxumdon faoliyatini vaqtincha to'xtatib turish uchun masalan 2 oy yo 3 oygacha muddat ichida berishimiz mumkin. Masalan, SPKya holatida juda ham og'ir daraja SPKya bo'lganda baribir beramiz. Yana IK, ya'ni inyektsionniy kontratseptiv bu qarang. Aziz Farhodovna, gapingizni bo'ldim. Shu orada mana usullarni aytdingiz, tabletkalarni aytdingiz, tuqqan ayollar uchun aytdingiz. Emizikli. Tug'magan bo'lsa-chi, masalan, hali farzand ko'rmagan turmushga chiqqan qizlarimiz qanaqa usulda mana tabletированный ularga ham to'g'ri keladimi? Tabletированный usulni deyarli tavsiya qilmaymiz. O'sha aytganimdek, bu tabletkalardan hozirgi kunda faqatgina ayollardagi gormonal fonni to'g'irlash uchun foydalanamiz. Demak, tug'magan bo'lsa tabletka ichib yurishni masalan men tavsiya qilmayman. Chunki boshqa kontratseptiv usullari bor. O'sha usullardan foydalanish maqbulroq hisoblanadi. Ularni aytib o'tasiz. Xo'p, unda yoshi katta ayollarimizchi? Masalan, emizmaydi, 30-40 yoshda hali hayz ko'radi, sikl bor. 30-40 yoshdagi ayollarga ham o'sha mana bu spiral usullari bor, ya'ni bachadon ichiga qo'yiladigan spirallar. Ularni tavsiya berib o'taman. O'sha spirallar kimga to'g'ri kelmasligini ham aytib berib o'taman. O'sha holatlarda faqatgina tabletkalardan foydalanishga to'g'ri keladi. Demak, tushunishim bo'yicha mana shu gormonal tabletka usuli faqatgina tuqqan ayollarimiz emiziklik davrida progesteron bu birinchidan lechebniy, ya'ni davolovchi ta'sir qilganligi uchun, masalan, ayollarimizda adenomiyoz, mioma kabi kasalliklar bo'lmasligi uchun ham beriladi. Ya'ni bunday kasalliklarni progesteron davolaydi. Adenomiyoz kasalligi bilamiz estrogen estrogenni ko'payib ketganligi hisobiga va progesteronni pasayib ketganligi hisobiga kelib chiqqanligi uchun bu preparat disbalansni yo'qotib beradi. Shuning uchun ham bu yerda davolash usuli ham ketadi. Zararli ta'sirlari kam. Agar estrogenli bo'lsa, ya'ni kombinirованный oralniy kontratseptiv bo'lsa, bu yerda masalan adenomiyoz kasalligi bo'lsa, estrogen ko'p bo'ladi-yu, plus yana biz tabletka bilan berganimizda bu kasallikni qo'zg'ab qo'yishimiz mumkin. Shuning uchun tavsiya qilinmaydi. Xo'p, demak, birinchi usulimiz bu tabletka, gormonal tabletka. Keyingi usul bu IK, ya'ni inyektsionniy kontratseptiv hisoblanadi. Bu 3 oyda bir marta qilinadi. Asosan davlat tomonidan poliklinikalarda beriladi, depo. Bu ukoldan emizikli ayollar ham foydalansa bo'ladi, emizmaydigan ayollar ham, yoshi katta ayollar ham foydalansa bo'ladi. Depo ukoli 3 oyda bir marta qilinadi va bu ukol qilinganda bizga gonadotropin, ya'ni bosh miyamizga ta'sir qilganligi uchun gipofiz beziga hayz faoliyatini to'xtatib qo'yadi. Ya'ni ayol kishi bu ukol olib yurgan vaqtda hayz ko'rmaydi. Bu ukoldan yana qanday vaqtlarda foydalansak bo'ladi? Mioma kasalligida, aynan mioma kasalligida biz bu ukoldan lechebniy, ya'ni davolash usulida foydalanishimiz mumkin. Ukol qilinganda hayz sikli tugaydi, ya'ni o'sha miyomatoz tugunlar oziqlanishi kamayganligi hisobiga so'riladi va qanchadir miqdorgacha kichkinalashib, o'sha holida keyinchalikka o'sib kattalashib ketmasdan
как бы lechebniy effekt beradi. Xo'p, hayz ko'rmaslikni zarari yo'qmi? Hayz ko'rmaslikning zarari yo'q. Chunki hayz qachon sodir bo'ladi? Hayz faoliyati bizda siklik, ya'ni lyuteinovая faza, progesteronovая faza, folikulyarniy faza deyiladi. Bu faza qachon folikular ayol kishida yorilib, yetilsa, o'shani hisobiga endometriya o'sib har oy ko'chib tushadi. Biza masalan aytganimdek kombinirованный oralniy kontratseptivda u yerda estrogen ham progesteron bor. Xuddi bizdagi gormonlarimizni o'rnini bosadi. Shuning uchun bu gormonlarni qabul qilganimizda обязательно pochka tugagandan so'ng, ya'ni bir pachka tabletka 21 kun tugagandan so'ng hayz sikli keladi, xuddi o'zimizdagi tabiiy holatdek. Mana bu emiziklilarga tavsiya qilgan Laksinet tabletkasida u yerda faqat progesteron bo'lganligi uchun u yerda ham hayz kelmaslik ehtimoli bo'lishi mumkin. No 100% emas. Depoda esa bizda gonoterapiya o'sha bosh gipofizga ta'sir qilganligi uchun o'sha faza uxlaydi, ya'ni siklik faza yo'qoladi, o'shani hisobiga ham hayz kelmaydi. Bu zararli hisoblanmaydi. Xo'p, unda mana shu inyektsion kontratsepsiyani foydasi va zarari haqida va kimga tavsiya qilasiz? Inyektsion kontratseptivdan ko'p yillar davomida foydalanishni tavsiya qilmayman, chunki avarial rezervni uxlatib qo'yish mumkin, ya'ni umuman tuxumdon faoliyatini yo'qotib yuborish mumkin. Bu esa erta menopauzaga olib keladi. Shuning uchun agar saqlanadigan ayollarimiz 2 yilgacha mo'ljallagan bo'lsa, masalan, birinchi homilasi bilan ikkinchi homilasining o'rtasini, o'shanda 1 yil davomida bu ukoldan foydalanish tavsiya qilinadi. Yana 3 oydan bir marta olinsa, 4 ta ukol olsa yetadi. Bu ukolni oxirini olgandan so'ng o'rtacha 3 oydan 6 oygacha organizm tiklanishini hisobga olgan holda. Tushunarli. Yillar davomida olish tavsiya qilinmaydi. Aziz Farhodovna, mana shu 3 oyda bir marta olinadigan ukollarda kelishadi. Mana shu ukollardan keyin semirib ketdim. Yoki tabletированный ichib yurganlar semirib ketdim deyishadi. Qanchalik bu to'g'ri? Semirtiradimi haqiqatdan? Birinchidan gormonal fon bu bizning ovqat hazm qilish sistemamizga juda ham katta effekt beradi. Ya'ni ayol kishida estrogen gormonlari, ya'ni plus progesteron gormonlarini nisbatan balandroq bo'lishi bu ishtahani ochadi. Masalan, homilador bo'lgan ayollarimizda progesteron baland bo'lganligi uchun imенно o'sha homilani birinchi trimestrda o'sha ko'p ovqat yeyish, ya'ni bulimiyagacha olib keladi. Shuning uchun ko'p ovqat yeb qo'yganligi uchun, ya'ni aynan uglevodlarga, shirinliklarga tortish kuchayganligi uchun ortiqcha vazn yig'ish kuzatiladi. Agar o'sha pitaniyani to'g'ri ushlab, bu ukollardan foydalansa, ayol kishida semirish kuzatilmaydi. Undan tashqari gormonal kontratseptivni boshqa usullari ham bor. Masalan, bachadon ichiga qo'yiladigan spiral. Bu Mirenani deyarli ko'p qizlarimiz bilishadi. Ya'ni O'zbekistonda ko'p ginekologlar bu preparatdan foydalanadi. Demak, mana shu saqlanishni уже keyingi usulga o'tdik. Bu spirallar haqida. Yo'q, spirallar emas, gormonalniy usulni spiral ko'rinishidagisida. Mirena usulidan tug'gan ayollarga qo'yishni tavsiya qilaman. Ya'ni bu ham bolaga hech qanday ziyon bo'lmaydi. Undan tashqari o'sha tug'ruqdan so'ng bachadon ahvoli yaxshilanishiga, masalan, tug'ruqda qon ketish bilan tug'ruq jarayoni yuzaga kelgan ayollarimizda mirena qo'yilsa, o'sha bachadondagi boshlang'ich endometrioz kasalliklarini davolab berishi mumkin. Lekin mirenani kimlarga tavsiya qilmayman. Mirenani asosan o't qopi va jigar faoliyati bilan muammosi bor qizlarga tavsiya bermayman. Chunki praktikamda mana uncha ko'p bo'lgani yo'q, bir oy ham bo'lgani yo'q. Bitta patsiyentkam kelganlar o'sha adenomioz hisobiga mirena spiralini qo'yib davolash usulida ham kontratseptiv foydasi sifatida qo'yilgan, lekin undan so'ng o'sha qizimizda jigarda gemangioma paydo bo'lgan. Gemangiomani chetga borib operatsiya qildirib kelishga to'g'ri kelgan. Hozirgi kunda o't qopi faoliyati yaxshilangan. Endi ya'ni mirenani tarkibidagi gormon miqdori qancha kamaygan sari
u qizimizda yaxshilanish boshlangan. Ya'ni gormonni jigarga bo'lgan ta'siri yo'qolgandan so'ng. Shuning uchun ham agar qizlarimiz Mirena spiralini qo'ydirmoqchi bo'lishsa, обязательно birinchi o'tqop faoliyatini UZI tekshiruvidan va biokimiya analizlarini qon tahlillaridan tekshirgan holda o'sha o'tqop tosh kasalliklari, ya'ni kalkulyozni xoletsistitlar kasalliklari bo'lmasa yoki jigar ojreniyasi bo'lmasa, o't qopida bukilish va boshqa kasalliklar bo'lmasa, unda qo'ydirish tavsiya qilaman. Yana undan tashqari gormonalniy himoyalardan bu qinga qo'yiladigan servikalniy kalsiy hisoblanadi. Bu Navaring, ya'ni Rossiyada, chet boshqa mamlakatlarda juda keng qo'llaniladi. Bu kalsiy oyiga bir marotaba almashtiriladi. Ta'sir kuni 28 kun hisoblanadi. Bizda O'zbekistonda bu kalsiy yo'q. Lekin juda ham yaxshi usul. Bu ham ya'ni ko'krakda mastopatiya kasalliklariga ham davolovchi ta'sir qiladi, ham kontratseptiv usulda qo'llasa bo'ladi. Lekin nimasi noqulay, o'sha har oyda menstruatsiya davrida olib tashlanib 28 kunda almashtirish tavsiya qilinadi. Oson usul hisoblanadi, ya'ni ayol kishi o'zi bemalol olib tashlab qo'yishi mumkin. Eng oxirgi gormonalniy usul bu o'sha teri ostiga qo'yiladigan spiral, ya'ni plastir hisoblanadi. Implantlar qo'lga, yelkaga qo'yiladi. Yelkaga qo'yiladi, qanday qulay sohaga qo'yiladi. Bu implantlar hali bizga kirib kelgani yo'q. Kirib kelishi mumkin, chunki talab hozir bu implantga kuchaygan. Bu ham xuddi Mirenadek ta'sir qiladi. Ya'ni bitta qo'yilgan implant 3 yilgacha yetadi. Juda ham qulay hisoblanadi. Da. Implantni minus taraflari, agar ayol kishiga bu gormon yoqmasa, o'sha notsiklik qon ketishlar berishi mumkin. Shuning uchun anamnezdan kelib chiqqan holda ayol kishining holati, qo'shimcha kasalliklariga qaragan holda tavsiya qilinadi. Demak, hammaga ham to'g'ri kelmaydi. Hammaga ham to'g'ri kelmaydi. Aynan kimlarga yaxshi bo'lishi mumkin mana shu usul? Imенно implantlar. Implant usuli, masalan, ojreniyasi bor qizlarimizga tavsiya qilmayman. Ortiqcha vazn bo'lsa tavsiya qilinmaydi. O'sha aytib o'tganimdek, Mirena mumkin bo'lmagan o'sha o't qopi, jigar kasalliklari jigar faoliyati buzilgan holatlarda bo'lsa ham tavsiya qilinmaydi. Qarang, mana shu kontratsepsiya usulidagi saqlanishni umumiy zarari bormi? Hammasini mana bitta turda ayta olasizmi? Mana shu paytda mumkin emas yoki mana shunaqa asorat olib kelishi mumkin degan. Gormonal kontratseptiv usullaridan foydalanishi, masalan, men 100% tavsiya qilmayman. Demak, zarari bor. Zarari bor. Qanday zararlar bor? Yillar davomida ichib yurish hech kimga tavsiya qilinmaydi. Baribir ham ular sintetik preparatlar hisoblanadi, ximikat. Bu tanamizga baribir ham ziyon yetkazadi. Nima tarafdan ziyon? Birinchidan, tuxumdonlar faoliyati, o'zimizning organizmimiz ishlab chiqaradigan gormonlar faoliyati to'xtab qoladi. Tashqaridan berganimizdan faqat bizning organizmimiz, ya'ni ayol kishida teri, soch, chiroy hammasi gormonlarga bog'liq bo'lganligi uchun bu chiroy hammasi sintetik, ya'ni preparat gormoniga moyil bo'lib qoladi. Ya'ni o'zimizning organizmimiz faoliyati susayadi. Dangasa bo'lib qoladi. Shuning uchun ko'pchilik masalan yillar davomida o'sha gormonal usullardan foydalangan qizlarimizda bepushtlik kuzatiladi. Ya'ni ovulyatsiya faoliyati yo'qoladi, o'sha ovarialniy rezerv AMG qondagi miqdorlar tushib ketishi kuzatiladi. Shuning uchun vaqtinchalikka ishlatilsa tavsiya qilaman, lekin yillar davomida bu gormonal usullardan foydalanishga qarshiman. Demak, homilador bo'lish foizi pasayib ketadi. Eng uzog'i bilan qancha muddatda gormonal kontratsepsiyalarni qabul qilish mumkin? Eng uzog'i bilan 2 yil. 2 yilgacha. Eng uzog'i bilan 2 yilgacha qabul qilish tavsiya qilinadi. Agar ayol kishi tug'ish maqsadi bo'lmasa, ya'ni o'sha menopauza davrigacha saqlanmoqchi bo'lishsa, bu bachadon ichiga qo'yiladigan o'sha gormonal spiral yoki implant yaxshi tushadi. Ya'ni implant 3 yilgacha yetsa, gormonal Mirena 5 yilgacha saqlab beradi. Mana shu tabletkalarni to'g'ri ichishni tushuntirib o'tsangiz, ichida 28 ta strelkali bo'ladi. Demak, hayzni birinchi kunidan boshlaymizmi yoki 3-kunidan keyin? Shu 28 kun o'tgandan keyin
tugashi bilan ikkinchi upakovkani boshlash kerakmi yoki orada qanchadir vaqt pererif tanaffus bo'ladi? Yuqorida aytib o'tdim, Laktinet emizikli ayollarimizga beriladigan saqlanadigan kontratseptiv usuli. Bu yerda 28 ta tabletka bo'ladi. Har kunda bir mahaldan bir vaqtda ichiladi. 28 kun tugagandan 29-kundan yana yangi pochkani boshlash kerak hisoblanadi. Hayzni kutmaymiz. Hayzni kutmaymiz. Bu yerda aytdim, hayz kelmasligi mumkin. Ya'ni ayol kishi emizikli bo'lganligi uchun ham laktariniya aminariya, ya'ni emizganlik holatida prolaktin gormoni bananligi uchun tuxumdan faoliyati uxlaganligi uchun, ovulyatsiya bo'lmaganligi uchun hayz kelishi ularda har xil bo'ladi. 3 oyda kelishi mumkin, 6 oyda kelishi mumkin, kimdadir 1 yildan so'ng kelishi mumkin. Laktinet bunga ya'ni laktinet tugatgandan so'ng hayz kelmaydi. Bunga qaramasdan davom ettirib ketiladi. Tushunarli. Kombinirованный tabletkalarda bu yerda ichida asosan 21 talik tabletka bo'ladi. Ularga nimalar kiradi? Ularga Navinet, Regulon, Rigevidon, Belara, Mediana tabletkalar juda ham turlari ko'p. Bu yerda qanday qo'llaniladi? Asosan hayzni birinchi kunidan ichish tavsiya qilinadi. Birinchi boshlagan vaqtda. Birinchi kundan 5-kungacha ulgurish shart. Ya'ni 5-kundan oshib ketgan bo'lsa, bu tabletka keyingi oydan boshlash tavsiya qilinadi. Tabletka boshlagandan so'ng har kuni bir vaqtda xuddi shunday ichish tavsiya qilinadi. Chunki bizning organizmimiz siklik tarzda ishlaydi. Hamma gormonal faoliyatimiz soati bilan, minuti bilan, sekundi bilan bu gormonlarni ishlab chiqarganligi uchun biz tashqi tarafdan bergan vaqtimizda ham xuddi shu tarzda vaqti-vaqtida berishimiz kerak. Agar mabodo bu tabletkadan bittasini esdan chiqarib qo'yishsa, masalan kechga 9 da ichish kerak, esdan chiqarib qo'yishdi. Agar 12 soat ichida esiga tushib qolsa, bu tabletka o'sha vaqtda ichib yuborish kerak. Masalan 9 da ichish kerak. Keyingi kun obedgacha. Keyingi kun soat 9 gacha. Ertalab 9 esiga tushib qolsa, bittada qabul qilib olish shart. Agar esidan chiqsa, keyingi kunda ichiladigan tabletka bilan o'sha kungi tabletka bittada ichib yuboriladi. Ikkita tabletkani bitta qilib ichiladi. Va o'sha bir hafta ichida saqlanib yurish tavsiya qilinadi. Ya'ni baryer usullari bilan bular o'sha salfetkalar, svechkalar yoki prezervativ shu usullar bilan foydalanish tavsiya qilinadi. O'sha bir hafta ichida homilador bo'lib qolish ehtimoli oshadi vaqtini surganligi uchun. 21 talik tabletkada 21 kun ichib tugatgandan so'ng o'rtada 7 kun pererif qilinadi. Bir hafta 29-kundan, ya'ni общий 21 kunga 7 kunni qo'shganimizda 28 kun bo'ladi. 29-kundan hayz sikliga qaramasdan, masalan birinchi tabletkani birinchi kundan boshladik-ku. Qolgan davomiyligini o'sha birinchi kunga qaramaymiz. 7 kun pererifdan so'ng 8-kundan yangi pochka boshlab ichiladi. O'sha chalg'ish bo'lmasligi uchun, masalan Jess tabletkada 28 ta tabletka, o'sha 7 kunlikni o'rtasini kraxmal pustishka bilan to'ldirilgan, adashib ketmasligi uchun ayollarimiz o'sha Jessda asosan o'sha polniy pachka tugaydi, ya'ni 29-kunda yana yangi pochka boshlab ichiladi. Xo'p, mana bu tabletkalarni kunda qanaqa paytida ichish kerak? Ertalabmi yo kechqurun kechasi ichish shartmi? Keyin ichish tartibi. Tabletkani kunni qaysi vaqtiga ichish farqi yo'q. Bir vaqtda asosanda ayollarimiz kechki vaqtda uyda bo'lishganligi uchun o'sha kechga belgilaymiz. 21:00 deyarli ko'p kishiga ma'qul vaqt hisoblanadi. Agar kunduz kunga belgilasak, kimdir ish vaqtida esdan chiqarib qo'yadi, ishi bilan chalg'iydi yo boshqa ishlar bilan chalg'ib, o'sha ko'p esdan chiqib qolish holatlari bo'lmasligi uchun shu kechga faqat shu uchun kechga faqat shu uchun. Ovqatdan oldin yoki ovqatdan so'ng. Ovqatdan keyin. Oshqozonda bo'sh holatda sintetik preparatlarni o'zi deyarli qabul qilish tavsiya qilinmaydi. Asosan ovqatdan oldin beramiz oshqozon gastrit holatlaridagi preparatlarni va ayrim badlarni ovqatdan oldin berish tavsiya qilinadi. Sintetik barcha preparatlar ovqatdan so'ng. Ovqatdan keyin. Xo'p.
Mana aytib o'tganingizdek 28 talik tabletkalar, Navinet yoki 21 talik masalan Diane Jazz, ha? Da. Qaysi biri qanday yoshdagi ayollarga tavsiya qilinadi? Masalan, men 20 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan qizlarga Linzinet 20 berishni tavsiya qilaman. Bu preparat asosan husnbuzari bor qizlarga, O'g'rilar ko'p chiqadi. Gormonal fonlari buzilgan qizlarga o'sha Bilara bilan Linzinet 20 yaxshi mos tushadi. Yoshlarga bundan yoshlarga-da. Bu preparatlarda ham uzoq muddatda bermayman. 3 oydan uzog'i bilan 6 oygacha berishim mumkin-da. Asosan 30 yoshdan oshganlarga Linzinet 30, Navinet, Regulon, Rigividon preparatlaridan ko'proq foydalanaman. Mediana asosan atyoqqa shishga moyil ayollarga Mediana preparatini beraman. Mediana ichida Viraspiron bo'lganligi uchun ham mochigonni ishlaydi. Ayollardagi o'sha hayz oldidagi shishlarni, atyoqlar uchun ham plus foyda tarafiga ishlab beradi. Ham androgenlarni kamaytirgani uchun mana bu masalan tukla ko'payganda shu uchun SPKda biz asosan ko'klardan foydalanamiz. Og'ir ya'ni stadiyalarida shu ham ayollik gormonal fonini yaxshilab, erkaklik gormonlarini bizga pasaytirib berishligi uchun. Xo'p, hozir siz mana 30 yoshgacha aytdingiz, keyin 30 dan 40 yoshgacha, yosh katta ayollarimizcha 50 yoshgacha bemalol o'sha Rigividon, Navinet preparatlaridan foydalansa bo'ladi. Men aytib o'tganimdek uzoq muddatda emas. Xo'p, Aziza Farhadovna, mana aytib o'tgan usullaringizdan bilmadim. Men uchun juda qiyin deb o'ylayman. Har kuni mana shu tabletkani qabul qilib yurish va agar uni bir kun esingizdan chiqarsangiz, muammosi ko'pda. Keyingi kun 2 ta ichishingiz kerak va mana shu bir hafta davomida boshqa usul bilan saqlanishingiz kerak. Xo'p, bu usuldan boshqa tavsiyangiz bormi? Masalan, Mirenani ko'pchilik biladi, ko'pchilik qo'yishadi. Mana shu haqiqatan ham gormonal buzilishlarni davolash payti tavsiya qilinadimi yoki tanlov sifatida masalan shuni xohlayman deb qo'ydirish ham mumkinmi? Mirena haqida ma'lumot bering. Mirenani patsientka o'zi tanlab ham qo'ydirishi mumkin, agar o'sha yuqoridagi qarshi ko'rsatmalar bo'lmasa. Hozirgi kunda Mirenadan foydalanadigan qizlarimiz ham juda ham ko'p. Deyarli 98% qizlarga bu gormonal VMS, intramatishniy spiral mos tushadi. 2% holatda ya'ni ularga to'g'ri kelmasligi ham kuzatiladi. Qon ketish yoki umuman o'sha tanadagi gormonal foniga to'g'ri kelmaganligidan aytyoq, ya'ni shishib ketish, bu jigar faoliyatiga ta'sir qilganligidan asosan kelib chiqadi. O'shanday holatlar bo'lganda, ya'ni bulimiya, ko'p ovqat yeyish ishtahani ochib boradi. Bunday holatlar bo'lganda olib tashlash tavsiya qilinadi. Xo'p, mana endi narx haqida shularni aytib o'tsangiz-da, Mirena hozirgi kunda mana 2025-yil mart oyiga o'rtacha narxi O'zbekistonda kontrasepsiya tabletkalarini tanlashda baribir mana shu narx jihatdan ham ahamiyatga egada. Ayollarimiz uchun. Endi to'liq narxlari bo'yicha aytsak, masalan, Mirenani hozirgi kunda aptekada Turkiya tarafdan ishlab chiqarilgan Mirenalarni ham topsak bo'ladi. Imенно o'sha Bayer firmasiniki. Faqat u yerdan dostavka menimcha osonroq bo'lganligi uchun aptekalardan o'rtacha $50 topsa bo'ladi. Originali menimcha hozir $250-300 atrofida. Hozir kun deyarli 100% qizlarga oxirgi marta bilmayman qachon originalini qo'ydim, no Mirena turetskiy ham hozirgi kunda yaxshi ishlab beradi. Aptekalardan bemalol topsa bo'ladi-da. Men qizlarimni aptekaga yuboraman. Hozirgi kunda o'zligi olib kelishadi. Qaysini olib kelsa, siz o'shani aytasiz. Originali qaysi firmaniki? Ikkalasi ham Bayer, faqat bittasi o'sha Turkiyada upakovka qilinsa, bittasi Germaniyada upakovka qilinadi. Farqi narxi o'shandan kelib chiqadi. $50 ham ta'siri tarkibi bir xil. Bir xil, effekti ham bir xil. Effekti ham bir xilda. Qancha muddatga tavsiya qilasiz? 5 yilgacha.
5 yilgacha. Xo'p, tabletkalarimiz hozirgi kunda o'rtacha narxi. O'rtacha $10 atrofida. Bir oyimiz $10dan. Agar hisoblaydigan bo'lsak, masalan 5 yil davomida $10dan, albatta siz 5 yilga tavsiya qilmaysiz. Masalan 1 yil 6 oygacha ham dedingiz. Demak, baribir bir marta ko'proq pul to'laganimiz bizga arzonroqqa tushadi. Yanada arzonga tushadi. Qulaylik jihatdan ham men o'ylaymanki, har kuni tabletka ichish esdan chiqib qoladi. Agar to'g'ri kelsa, mana shu Mirena preparatlari yaxshi ekan. Yaxshi. Undan tashqari gormonalsiz kontratseptiv usullari ham bor. Bularga spirallar kiradi. Ya'ni bachadon ichi kontratseptivlariga har xil turdagi gormonsiz spirallar. Ya'ni spirallarni tarkibidagi metalliga qarab har xil turlarga bo'linadi. Masalan, oddiy poliklinikada qo'yiladigan T-simon misli spirallar, ular davlat tomonidan beriladi, ya'ni bepul poliklinikaga bemalol chiqib qo'ydirishsa bo'ladi. Undan tashqari masalan bachadon bo'ynida razriv bo'lgan ayollarimizda spiral qo'yganda tushib qoladi-yu. Masalan bir xillada o'sha tug'ruq davrida bachadon bo'yni yirtiladi-da, servikal kanal kengayib qoladi. Ya'ni silindrik bo'lish kerak bo'lsa, u yerda shel katta yirtiq bo'lganligi uchun spiral hayz davrida qon bilan tushib qolish ehtimoli oshadi. O'shanda biza mana bu zontiksimon spiralni tavsiya qilamiz. Ya'ni bachadon ichiga ilinib turish ehtimoli kattaroq bo'lganligi uchun, ya'ni tushib qolish ehtimoli kam bo'ladi. Bu ham mislik-a? Bu ham mislik. Buni kumushligi ham bor. Bu zontiksimonni kumushligi ham bor. No, bu poliklinikada berilmaydi. Buni aptekadan sotib olib, bemalol qo'ydirsa bo'ladi. No, unda ginekolog o'zi bachadonni o'lchamlari, bachadon bo'ynidagi o'sha tug'ruqda razriv bo'lgan, bo'lmaganlik holatlariga qarab tanlab beradi. O'sha tanlovga qarab olib kelib qo'ydiriladi. Mana Aziz Farhodovna, shu spirallarni misligi bor, oddiysi deymiz, ha? Kumushligi, shular haqida bafurja ayting. Kim qanaqa tanlash kerak? Mana kumushligi ham 3 xil bo'ladi. Bu yerda mana men O simonligini olganman. T simonligini olganman. Undan tashqari xuddi mana shu zontikchalini multiloidni kumushligi ham mavjud. O'sha bachadonda spiral yaxshi turmagan, bachadon bo'yni yirtilgan ayollarimizga qulay. Ya'ni tushib qolish ehtimoli kam. Kumushlikni yumaloqligini kimga tavsiya qilaman? Birinchidan kesirva bo'lgan qizlarimizga va bachadon o'lchamlari 7 santimetrdan, ya'ni biz zond bilan o'lchaymiz, spiral qo'yayotganda 7 santimetrdan kichik bo'lgan bachadonlarga O-simon qo'yiladi. Nima uchun? Agar biz kichik bachadonga T-simon, ya'ni katta spiral qo'yib qo'ysak, bachadonni tortib qo'yadi. Ya'ni qadalib qoladi-da. Hayz davrida ko'p qon ketish, mana sugustkali, laxtali qon kelish, qon to'xtamasligi yoki birga bo'lgandagi og'riqlar, har doimgi beldagi o'sha qadalib turadigan og'riqlar o'sha bachadon razmeriga nisbatan katta spiral qo'yib qo'ygandan yuzaga keladi. Bu mana poliklinikadagi oddiy T-simon spiral ham shunaqa nojo'ya effektlar berishi mumkin agar bachadonga nisbatan bu kattaroq bo'lsa. Demak, mana shu og'riqlarning bo'lishi spiralning razmeriga bog'liq. Bizda esa mana bu O-simon, bu mana bu atrofi kauchuk bo'lganligi uchun, ya'ni elastichniy-da, bachadonni tortib qadab qo'ymaydi, ya'ni ichida yumshoq turadi. O'rtasidagi bitta kumushli tayoqchasi bo'ladi. Bu o'sha kichik bachadonli qizlarimizga juda ham mos tushadi. Qon ketishlar bermaydi, ya'ni ziyon taraflari kamroq bo'ladi. Demak, mana shu beldagi og'riq bo'lishi yo qon ketishlari spiralga ham bog'liq yoki har bir spiralda ham bo'lishi mumkinmi? Yo'q. Har bitta spiralga bu qachon bo'ladi? Qachon ayol kishida anemiya holati bo'lsa yoki kuchli shamollash holatlari, ya'ni o'sha kichik chanoq sohasidagi shamollash holatlarida ham bir xil qizlarimiz
spiral qo'yishdan oldin mazok topshirishmaydi, o'zi qildirishmaydi, umumiy peshob tahlillarini ko'rsatishmasdan shamollash ustiga qo'yib kelishsa, o'sha hisobiga ham qon ketish ehtimollari bo'lishi mumkin. Har doim ham spiral yoqmagandan qon kelish, ya'ni nojo'ya holatlar kuzatilmaydi. Ayol kishining o'zini organizm holatiga ham kelib chiqqan holda bo'lishi mumkin. Demak, organizm tayyor bo'lsa va spiral razmeri to'g'ri kelsa, hech qanday asorat bo'lmaydi. Yana ko'pchilik ayollarimiz bizda bilamiz, tug'ruq davrida yarim litr qon yo'qotish bu norma deb istoriyaga yozib qo'yiladi, lekin qon yo'qotish normasi bo'lmaydi. Ya'ni har qanday qon yo'qotish, ya'ni hattoki venadan qon olish ham bu ham qon yo'qotishga kiradi. Ayollarimiz yarim litr yo'qotilgan qonini menimcha 99% ayol tug'ruqdan so'ng qon ko'paytiradigan ichib joyiga qo'ymaydi. Hech kim. Deyarli 100% desak ham bo'ladi bizda. Qizlar, agar siz tug'ruqdan keyingi holatda bo'lsangiz, обязательно birinchi tavsiyam qondagi ferritin tahlilini va oddiy gemoglobin hech bo'lmaganda tekshirgan holda qon ko'paytiradigan preparatlarini ichib, uy sharoitida bo'lsa ham gemoglobinni ko'tarib qo'yishni tavsiya qilaman. Ya'ni bu faqatgina spiral qo'ydirganda nojo'ya holat bo'lishligi uchun emas, bu ayol kishini ertangi keyingi holatdagi tanasini sog'lomligi uchun ham. Demak, kuzatuvchilar, agar sizda ham mana shu spiral usullarida yoki kontraseptiv dori tabletkalarida qanaqadir asoratlar bo'lgan bo'lsa, mana shu jihatdan tajribangiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin va bu haqida bafurja yana suhbat qilamiz. Yana undan tashqari hozirgi kunda tilloli spiral ham topsa bo'ladi. Ya'ni aptekalarda ham bor. Bu qanday holatlarda qo'yiladi? Agarda ayol kishida kumush va mis preparatlariga allergik reaksiyalar bo'lsa, ya'ni hammada har xil holat bor. Masalan, bir xil qizlarimiz o'zligidan ham bilishadi. Kumush, zirak yoki oddiy o'sha misli ziraklar taqishganda allergik reaksiya berishadi. O'shanaqa reaksiyasi bor qizlarimizga agar gormonal preparatlardan foydalanmayman deyishsa, o'sha tilloli gold lili degan spirallar bor, o'sha tilloli spiraldan qo'ydirish ham mumkin. Haqiqatdan ham mana shu tillalik spirallar yaxshiroq hisoblanadimi misliklardan, kumushlardan yoki hammasini ta'siri bir xilmi? Endi qarang, yaxshiligi nimada? Tillo bu organizmdagi moddalar bilan reaksiyaga kamroq kirishadi. Ya'ni bachadon ichi shilliq qavat. Bu yerda organizmning suyuqligi bor, hujayralar bor, endometriya hujayralari, u yerda metal borib tushgandan so'ng xohlamasangiz o'sha yerda reaksiya holati yuzaga keladi. Masalan, periksli suvga kumushni tashlab yuborsangiz, qorayib qolishi kuzatilgandek, o'sha organizmga kirgandan so'ng o'sha yerdagi suyuqliklar bilan reaksiyaga kirishib, masalan, mis 10 kun oldin qo'yilgan spiralni olib tashladim o'tgan hafta. 10 kun bo'lgan, poliklinikadagi spiral 10 kun bo'lgan, ya'ni noto'g'ri qo'yilgan. 3 marta kesirva bo'lgan ayol qo'rqishgan, juda chuqurroq qo'yishga. U yerda bachadon juda katta. 12 santimetr zond bilan o'lchaganimizda bu juda katta bo'lgani uchun ular chuqurroq qo'yishmagan, ya'ni kesirva bo'lgan joydan teshib chiqish ehtimolini hisobga olishgandek, bachadonni bo'yniga qo'yib qo'yilganligi uchun men olib tashlashga majbur bo'ldim. Olinganda mis o'zi 10 kun ichida qorayishga ulgurgan, ya'ni reaksiyaga kirishga ulgurgan. Bu reaksiya holatida nima sodir bo'ladi? Hujayralarda yallig'lanish holati kuzatiladi. Yallig'langan hujayradan onkologiya kelib chiqadi. Bizda esa ayollarimiz bu spiral bilan necha yil yuradi. Hattoki 36 yillik yurgan ayollarimiz bor bu mis spirali bilan. Ya'ni kelganlar, bilmayman qaysi nimada edi. Hattoki o'sha tug'gan farzandi uylanib, o'zi farzandli bo'lgan. O'sha spiral turibdi. Spiral hali turibdi. 20 necha yil? 32 yilmi, 34 yilgacha. U tug'ilgan farzandi ham o'zi bola chaqali bo'lganda, u yerda olganimizda o'zi deyarli
misli mana bu metallaridan hech narsa qolmagan. Yemirilib ketgan. Yemirilib yovib tushib ketgan. Faqatgina o'sha tarkibidagi mana plastmassasi Yeringlab ketmaganiga. Da. Biz ulardan onkologik kasalliklarga pap testlar olganmiz. Kuchli yallig'lanishlar aniqlangan. Chunki asosiy muammo u yerda o'sha endometriya qavatida yuzaga kelganligi uchun kelganlar. Ya'ni giperplaziya. 6 yil menopauzada endometriya qalinlashib ketishi. Bu ham rak oldi holati hisoblanadi. Hattoki bir xil holatlarda o'sha endometriya qalinlashib ketganda onkologiya ham aniqlanishi mumkin. Chunki bizda onkologiya asosan endometriya qavatida bachadon bo'ynidan rivojlanadi. Shuning uchun o'sha reaksiyaga kirishni hisobga olgan holda spiral tanlanadi. Ya'ni o'sha yerda yallig'lanish kuchayib ketmasligini hisobga olinadi. Asosan hozirgi kunda kumush spiral ko'proq tavsiya qilinadi. Kumush yaxshiroq misdan ko'ra. Kumushni ham 5 yildan ortiq ushlab yurish tavsiya qilinmaydi. 5 yil bo'lganda bir xil holatlarda bo'ladi, o'ziga chiqishadi-da, spiralim qanaqa turibdi deyishsa, o'zida yaxshi turgan ekan, yurasangiz ham bo'ladi deyishadi. Bu holat juda ham ko'p. Bu noto'g'ri holat. Nimaga olib keladi? Masalan, bugun bitta qizim keldi, 5 yil bo'lgan, o'zi yaxshi organizm o'zi simptom berib boshladi. Ya'ni hayzi tez-tez kelib qolyapti. Har haftada jinsiy aloqadan so'ng o'sha qon kelib qolish holati kuzatilyapti. Spiral lekin o'zida ko'rganda zo'r turibdi. Lekin yaxshiki organizm o'zi reaksiya beryapti spiralli muddati kelganligini. Bunday holat bo'lmasligi ham mumkin. Lekin shunaqasiga ham biz olib tashlaymiz. Metallar o'sha yerda ya'ni tushib ketmasligi uchun va o'sha yerda qolib ketmasligi uchun ertaroq olib tashlab o'rniga yangisini qo'yib qo'yiladi. Xulosa qilib aytsak, demak bu turlaridan spirallarni tillaligi yaxshiroq hisoblanadi. Organizmga mos tushganligi uchun. Shunaqa. Unda shu o'rinda narxlar jihatidan ham aytib o'tsangiz, misligi poliklinikada tekin. Kumushligini $20 olsa bo'ladi. Tillaligini $200. $200 topsa bo'ladi. Tillaligini ichida nimalari bilan, o'sha nima deydi? Plombalari bilan beradi. Emblemalari bilan. Tillani o'zini 585 tillani plombasi bilan beradi. Juda yaxshi. Shunga e'tibor berib olishsin deyman, chunki ya'ni qalbaki bo'lishi ham mumkin spirallar. Demak, xuddi tillani qanaqa plombasiga e'tibor bersak, pechatlangan, o'sha o'sini raqamlangan qog'ozi bilan berishadi. Demak, ayollarimiz o'zini yaxshi ko'rishsa, albatta tillaligini olishsa kerak. Va bu o'sha sifat jihatdan ham tavsiya qilyapsiz. Sifat jihatdan tavsiya qilaman. Xo'p, unda Aziza Farhodovna, mana shu spirallar qo'yganda, hayz orasida qon ketishlar, межменструальный кровотечение deymiz. Qanchalik spiralli shu narsani olib kelishi mumkin? Spiral baribir ham organizm uchun innorodное тело, ya'ni yot jism hisoblanadi. Har qanday immun sistema har bitta odamda o'sha yot jism organizmga tushib qolganda uni chiqarib tashlashga harakat qiladi. Masalan, oddiy tikon zirabcha kirganda ham yeringlar o'sha sohada reaksiya bo'ladi. Xohlaysiz, xohlamaysiz. Xuddi shunda immun sistema chiqarib tashlashga harakat qiladi. Hattoki spiral qo'ygandan so'ng bir hafta 10 kun ichida temperaturasi oshgan qizlarimiz ham bo'lgan. Ya'ni tana reaksiya kirishganligi uchun o'shani yot jism deb bilgani uchun tana harorati ko'tarilgan. Shuning uchun boshida 2 oy kuzatiladi. Agar mabodo kuchli qon ketishi bo'lmasa, mana surkalib keladigan qon bo'lsa, 2 oygacha kuzatilib, o'sha spiral to'liq organizmga moslashishiga vaqt beriladi. Berish kerak. Agar 2 oydan so'ng ham bu jarayon ketsa, unda albatta o'sha qon kamligi, shamollash, shunga o'xshash holatlarini tekshirib qo'yish tavsiya qilinadi. Agar qon kamligi kuzatilmasa, shamollashlar bo'lmasa, yana o'sha mazniya davom etsa, bu surkalib yurgan qon bilan ham ko'p yurish tavsiya qilinmaydi. Chunki oz ketgan qon ham anemiyaga olib kelishi mumkin. Ya'ni bu yerda spiral ayolga mos kelmagan bo'ladi, olib tashlash tavsiya qilinadi. Demak, spiraldan ham qon ketishlar bo'lishi mumkin. Albatta.
ko'p qon ketishi ham shundan bo'lishi mumkinmi? Ko'p qon ketishida. Yo bu gormonal buzilishlardanmi? Gormonal buzilishdan bo'lsa agar spiral qo'ygungacha bo'lgan sikl kuzatiladi. Ya'ni spiral qo'ygangacha bo'lgan siklda agar ko'p qon ketish kuzatilsa, demak bu gormonal taraflama bo'layotgan bo'ladi. Agar spiral qo'ygandan so'ng ko'p qon ketish kuzatiladigan bo'lsa, bu demak spiraldan hisoblanadi. Yo'q, ayollarimiz keladi, oldin yaxshi edi, spiraldan keyin ko'p ketyapti deb. Demak, haqiqatan birinchi, ikkinchi oy xohlaysiz, xohlamaysiz ko'p ketadi. Aytganimda shu inorodniy tela hisobiga o'sha asosan spiral qo'yganimdan so'ng birinchi, ikkinchi oyda hayz agar ko'p ketishligini kuzatayotgan bo'lsa, o'sha mahalliy qon to'xtatuvchi tabletkalardan 3 kunga foydalanishni tavsiya qilaman. Agar 2 oydan keyingi o'sha hayz siklida qon ko'p ketish kuzatilsa, unda o'zi spiral ayol kishiga mos tushmagan hisoblanadi. Bunday holatda ham olib tashlanadi. Xo'p, mana shu spiral qo'ydirgandan keyin umumiy tavsiyalar nima qilish kerak? Og'ir ko'tarish mumkin emas va qanaqadir tavsiyalar? Spiral o'zi asosan hayz siklining o'sha 2-3 kunda qo'yish tavsiya qilinadi. Agar emizib yurgan ayollarimizda hayz kelmagan bo'lsa, boshqa paytdan mumkinmi? Hayz ko'rmagan kuni ham qo'yiladi, obязательно qo'ysa bo'ladi. Faqatgina birinchi o'rinda qondan HGC analiz ko'riladi, ya'ni homiladorlik bormi, yo'qmi tekshiriladi. Ultratovush tekshiruvidan o'tiladi, kichikchanoq, shunga qarab qo'yiladi. Demak, hayz bo'lmasa ham qo'yish mumkin. Hayz bo'lmasa ham qo'ysa bo'ladi. Agar masalan ayol kishi kesar kesish, ya'ni kesarva yo'li bilan tug'gan bo'lsa, ularda servikal kanal juda ham konический bo'ladi, ya'ni spiral kirish qiyinroq bo'ladi. Chandiqlar hisobiga? Yo'q, chandiq hisobiga emas, ya'ni homila tug'ilganda yo'llar kengayadi-yu, o'shanda ularda kengayish holati bo'lmaganligi uchun spiralni kirg'azish qiyin bo'ladi. O'shanday holatlarda biz mizoprostol tabletkadan foydalanamiz, ya'ni servikal kanalni kengaytirish uchun o'sha tabletkalarni spiral qo'yishdan 40 minut 1 soat oldin beraman. Ya'ni ayol kishini qiynamaslik maqsadida o'sha tabletkadan so'ng oson qo'yiladi. Bular ham menstruatsiya ko'rmasa ham o'sha spiralni qo'ydirib olishligi mumkin. O'sha tabletka yordamida. Qo'ydirgandan keyin, mana qo'yganingizdan keyin uyga nima tavsiyalar berasiz? Qo'ygandan so'ng 1 hafta ichida turmush o'rtog'i bilan aloqa bo'lmasligini tavsiya qilaman. Ikkinchi o'rinda 1 hafta ichida 3 kilodan ortiq og'ir narsalarni ko'tarmaslikni tavsiya qilaman va o'sha kuni qo'ygandan so'ng uyga borib qorn bilan yarim soat yotishni tavsiya qilaman. Chunki spiral bu bachadon ichida joylashib olishi uchun bizga hatto 1 kun vaqt kerak bo'ladi. 1 hafta ichida shu tavsiyalarga rioya qilishsa, yaxshi mos tushib ketadi. Qo'ygandan keyin agar belda og'riqlar paydo bo'lsa yoki qon ketishlar bo'lishi mumkinmi? Nima qilish kerak? Bo'lishi ham mumkin. Og'riq bo'lganda asosan og'riq qoldiruvchi preparatlardan tavsiya qilamiz. Masalan, oddiy diklofenak rektalni qo'yilishiga tavsiya qilinadi, chunki og'riq qoldiruvchi preparatlarni hadeb ichishga tavsiya qilmayman. Rektalni juda ham qulay, bilamiz, yo'g'on ichida qon tomir sistemasi juda ham yaxshi so'rilishiga yordamlashadi va o'sha mahalliy ta'sir qiladi. Undan tashqari qon to'xtatuvchi tranexamovoy kislota, bilamiz, qonni quyuqlashtirmasdan mahalliy qon to'xtatib beradi. O'sha preparatlardan tavsiya qilishim mumkin. Demak, bel og'rishi bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin. Qanchagacha? Eng uzog'i bilan 3 kungacha. Keyin o'tib ketishi kerak. Keyin o'tib ketadi. Agar o'tib ketmasa, demak, spiral yoki noto'g'ri qo'yilgan bo'ladi, yoki bachadonga mos spiral tanlanmagan bo'lishi mumkin. Razmer jihatdan. Agar ayol kishida sog'lom bo'lsa, masalan, shamollashlari bo'lmasa, o'sha holatlar yoki ayolimiz tayyor bo'lmagan spiralga, shamollashlar bo'lishi mumkin. Yoki bitta ayolga 2 ta spiral qo'yib qo'yilganda. Shunaqa holat ham bo'lganmi? Ko'rdingizmi? Yo'q. Shu ro'zadan keyingi oyda bitta patsiyentkam kelganlar. 5 yil oldin poliklinikada qo'yilgan spiralni oldirib tashlab, kumush spiral qo'ydirmoqchi bo'lganlar.
bilmadim u yerda yoki o'sha spiralni ipi uzilib tushib qolgan nima ichkariga kirib ketganligi uchun olish olmaganligi uchun ustidan qo'yib yuborishgan deb o'yladim men. Lekin Instagram sahifamga qo'yib qo'yganman. Reels postimda turibdi. Bittasi eski o'sha mis spiral, mana bu mis spiraldan. Ikkinchisi mana bu T-simon kumush spiraldan. Ikkita spiral olib tashlaganman. O'shanda ham 1 oy davomida bechora ayolda qon ketish bo'lgan, qon to'xtatadiganlar ichganlar, og'riq bo'lgan, o'sha holat bilan ultratovush tekshiruviga kelganda o'zimiz ikkita spiral borligini aniqlaganlar, o'zlari ham ishonmaganlar. Shu uchun biz nima qilganmiz, syomka qilib olganmiz, shu ayol kishini o'ziga ko'rsatishimiz uchun. Ayol kishi xabari yo'q. Ayol kishini xabarni eshitdilar. Bilasizku, baribir ham o'zingizda ikkita spiral turganini bilsangiz qanaqa ahvolga tushasiz. Ikkita spiral olib tashlangan. Bundan oldin ham где-то 1-2 yil oldin shunaqa holat bo'lgan, ikkita spiral bo'lgan. Ya'ni ayol kishi tug'gan vaqtda raddomda spiral qo'yib qo'yishganda, spiral qo'yganligini aytishmagan. Undan so'ng yana chillasi chiqib, polikliniga chiqib, yana bitta spiral qo'ydirib kelganlar. O'shanda ikkita spiral olib tashlaganmiz. Bunda ham o'sha og'riq, tinmasdan, выделение ko'p kelishi, ginekologga chiqib davolangandan so'ng ham yana o'sha yashil sifat выделенияларni ko'payishi kuzatilavergan. UZIda ham topisha olmagan biz nima qilganmiz, gastroskopiya tekshiruvi bilan kirib ko'rganimizda o'sha yerda ikkita spiral olib tashlangan. Juda ham qiziq holat. Mana nima uchun men sizdan bunchalik so'rayapman, hammasini o'sha podrobni chuqurroq tushuntirishingizni, chunki menga kelgan patsientlarim ham to'g'ri, men endokrinologman, zobni yoki boshqa gormonal o'zgarishlar bilan kelsa ham albatta o'sha tug'ruq jarayoni, hayz siklini so'rayman va juda ko'p holatlarda juda ko'p marta abort qilinganini eshitaman. Ya'ni bugun patsientimda masalan 5 marta abort qilganman, bir yo'g'i 2 ta tuqqanman yoki 7 marta abort qilganman deyishyapti. Bu organizm uchun qanaqa stress? Har bir 2 qat bo'lishimiz ham o'sha gipofiz bezimizni faollashtiradi. Organizm xuddi tuqqandek jarayon, hatto uni 1 oylik, 2 oylikda olib tashlansa ham organizm bo'ldi, o'sha gipofiz aktivlashdida, organizm baribir energiyani sarflaydi, qarishga gormonal foni ham o'zgardi degani. Shuning uchun abortni umuman tavsiya qilmaymiz. Bizga kelishganda hattoki o'sha hijobli ayollarimiz ham mumkin emas bo'lsa ham, bildimki yosh katta ayollarimizda ham juda ko'p abortlar qilingan ekan. Men uchun bu yangilik bo'lib turibdi hozirgi kunda, lekin ayollarimiz ko'proq balki mana shu ma'lumotlar ko'paygani uchunmi, saqlanish usullaridan to'g'ri foydalanayotgani uchunmi mana shu holatlar kam. Ya'ni abort holatlari kamaygan. 90-yillarda deyarli 15 tagacha abort qilgan ayollarimiz bor. Shunaqa kelishadi sizga? Kelishadi, menga ham kelishadi. Sizda rekord. Asosan o'shalarda nechtasini onkologiyaga yuborganman. O'sha bachadonda onkologiya, ko'krakda onkologiya. Nimani hisobiga? Ko'p abort davridagi gormonal o'zgarish hisobiga. Bular hammasi mastopatiya, adenoma ko'krak bezlariga olib keladi, o'sha onkologiyani kuchayib kelishiga olib keladi. Gormonal disbalans o'sha hujayralarning o'sib ketishiga olib keladi. Har o'sha statistika bo'yicha har bitta insonda bir kuniga 80 mingtagacha onkohujayra hosil bo'lar ekan. O'sha gormonal fonimiz, immun sistemamiz yaxshi bo'lganligi uchun o'sha T faktorlar, ya'ni immun sistemamiz orqali ular yo'q qilib boriladi. Agarda bizda mana shunaqa faktorlar ko'paysa, ya'ni abort qilish jarayoni ko'payganda, xohlaysiz, xohlamaysiz immun sistema tushadi. Ya'ni homilani o'zi yot jism bo'lganligi uchun ayol kishining immun sistemasi shu qadar tushadiki, o'sha begona narsa organizmda o'sishi kerakligi uchun o'sha vaqtida har qanday kasallik rivojlanib ketish ehtimoli oshadi. Shuning uchun shamollab qolishadi homilador ayollar tez, buyrak kasali bo'ladi, mana infeksion kasallikka tez uchrab qoladi-yu. Bu yerda abort bo'lganda ham xuddi shunday holat. Immunitet tushadi, yana o'ynaydi. 15 ta abort keyin albatta onkohujayralarni qaysidir organda rivojlanib ketishiga olib kelishi mumkin. Bu bachadon bo'lishi mumkin, bu ko'krak bezi bo'lishi mumkin, bu oshqozon osti bezi bo'lishi mumkin.
Demak, mana shunday abortlar sonini ko'paytirmasdan kutilmagan homila bo'lishini oldini olishinglarga harakat qilishinglar kerak. Ya'ni mana shu usullar haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lsanglar, o'zinglarni vaqtida saqlab yursanglar, ertaga hattoki onkologiya kasalligini oldini olgan bo'lasizlar. Chunki qanchalik homila ko'p bo'lsa, bu abort bilan tugaydimi, tug'ruq bilanmi, mana shu bachadon bo'yni saratoni, ko'krak bezi saratoni xavfi oshadi. Shuning uchun ham mana shu podkastlarimiz aynan sizlarning salomatligiga qaratilgan. Hoziroq agar obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'linglar va like bosishni unutmanglar. Xo'p, mana hozir tabletka usulini gaplashdik, spirallarni gaplashdik. Yana qanaqa usullari mavjud? Baryerni usullar, bular himoya usullari hisoblanadi. Bular o'sha servikal kanal diafragmalari yoki kolpachoklari. Bular bizda O'zbekistonda deyarli qo'llanilmaydi. Topish ham qiyin bu diafragmalarni, kolpachoklarni. Asosan bizda baryer usuldan prezervativlardan foydalaniladi. Undan tashqari antiseptik bo'lgan, bilamiz bizda ko'p qo'llaniladigan Farmatex hisoblanadi. Bu antiseptik svechka usulida, gel usulida yoki maz usulida qo'llanilishi mumkin. Bu uchala usul dan ikkitasi bizda shu prezervativ bilan Farmatexlar mavjud. Qo'llanilganda albatta ikkita usulni bitta qilib qo'llash tavsiya qilinadi. Ya'ni saqlash ehtimoli oshishligi uchun. Masalan, ko'pchilik holatlarda o'sha jinsiy aloqa vaqtida prezervativni nojo'ya ishlatilish yoki prezervativ sifatiga qarab yo yirtilib ketish holatlari kuzatilishi mumkin. O'shanday holatlarda biz дополнительный antiseptik Farmatexlardan foydalansak, ya'ni bu qanday? O'sha spermani aktivligini yo'qotuvchi antiseptik preparat hisoblanadi-da. Bunday holatlarda ikkala usul bir-birini qo'llab ketadi. Ya'ni saqlanish foizi 99% gacha chiqadi. Yana Farmatexdan foydalanadigan qizlarimiz bu usulni deyarli ko'p qizlar bilmaydi. Lekin juda ham yaxshi usul hisoblanadi. Asosan spiral mos tushmaydigan qizlarimizga yoki gormonlar mos tushmaydigan qizlarimiz bo'ladi-yu, o'shalarga bu usuldan foydalanishni tavsiya qilaman. Ya'ni bu svechka qo'yilgandan so'ng yoki gel mazi qo'yilgandan so'ng 4 soatgacha ta'sir qiladi bu preparat va tahorat olinganda sovun bilan, ya'ni miyla jiddiy bo'ladimi, qattiq bo'ladimi, birga qo'llash tavsiya qilinmaydi. Ya'ni bu antiseptikni faoliyatini yo'qotib yuboradi. Ko'pchilik holatlarda bo'ladi, mana shunaqa qilgandim, homilador bo'lib qoldi deb aytishadi-yu. O'shanda o'sha uni sovun tarkibidagi kaliy buni antiseptikni ta'sirini yo'qotganligi uchun o'zini faoliyatini qila olmaydi. Ya'ni himoya zashta qila olmaydi. Xo'p. Nima uchun mana shu baryer usullari bizda qo'llanilmaydi, juda kam qo'llaniladi va uni ishlatgandagi qanaqa qilib ishlatilishi kerak? Shu haqida ma'lumot bering. Baryer usul, masalan, prezervativ usulini oladigan bo'lsak, ko'pchilik bizda mentalitet taraflama erkak kishilar qarshi chiqadi. Ayollarimiz deyarli 90% bu usulni turmush o'rtog'im xohlamaydi deb aytishadi. Hop, kolpachoklarchi? Kolpachok bizda yo'q. Biz uni qo'llash juda qiyin. U uchun albatta ayol kishi ginekologga kelib, qanaqa taqish kerakligi haqida ma'lumot olib, o'rganish kerak bo'ladi. Bizda aptekalarga kirib kelmagan bu usul. Shuning uchun ginekolog taraflama unaqa ko'p tavsiya qilinmaydi. Balkim o'sha tavsiya qilinmaganligi uchun farm chunki himoya taraflama protsenti kam. Homilador bo'lib qolish ehtimoli ko'p bo'lganligi uchun ham bu kam qabul ishlatiladi. Farmatexlarda ham shunaqa? Farmatexda ham xuddi shunaqa. Endi 100% kontratseptiv yo'q, hattoki spirallar ustidan ham homilador bo'lib qolish kuzatilishi mumkin. Shuning uchun ularni miqdori protsenti, himoya qilish protsenti kamroq bo'lganligi uchun u usullar bo'lak effektivsiz hisoblanadi. Unda mana shu Farmatex bu gel. Gel, krem, svechka. Ishlatilish texnikasi. Ishlatilish texnikasi jinsiy aloqadan yarim soat 20 minut oldin
o'sha preparat qinga qo'yiladi, ya'ni qin chuqurligi 8 santimetr bo'ladi. Ayol kishi o'tirgan holda o'sha ko'rsatkich barmog'i bilan albatta sterilniy perchatkalardan foydalangan holda qo'yish tavsiya qilinadi va undan so'ng 4 soat ichida bemalol jinsiy aloqada shug'ullanishligi mumkin. Shunda ta'siri 4 soatgacha 4 soatgacha ham yetadi. Sovun mumkin emas dedingiz. Bu paytda mana shu 4 soatgacha ishlatilmaydimi sovun? Ya'ni 4 soat ichida ishlatilish tavsiya qilinmaydi. Yuvinganda ham sovunsiz. Endi o'zi yuvinganda ko'pchilik ayollarimiz bilamiz, qinni ich devorlari bilan yuvishni yaxshi ko'rishadi. Bu tavsiya qilinmaydi. Nimagaki, asosan o'sha qin ichi yuvilishi hisobiga ham ayollarda bakvaginoz, molochnitsa, kolpit holatlari kuzatiladi. Nima uchun? Qinni o'zini himoya qiladigan laktobacil bakteriyalari mavjud. Qin devorlarida joylashgan bo'lib, ular tashqi tarafdan tushgan boshqa yot patogen bakteriyalarni o'ldirish vazifasini bajaradi. Ayollarimiz esa o'sha foydali bakteriyalarni yuvib tashlaganligi uchun ko'pchilik ayollarda o'sha hidlanish, qichishish holatlari ko'p kuzatiladi. Ayollarga o'sha taraflama ham tavsiya berib o'tmoqchiman. Tahorat vaqtida albatta faqatgina yuzaki yuvish tavsiya qilinadi. Bu faqat jinsiy aloqadan keyinmi yoki umuman yuvinganda? Umuman yuvinganda. Tashqi taraflama. Deyarli kelgan patsientlarimizni o'sha men har doim davolanaman, yana qanchadir muddatdan keyin yana molochnitsa bo'lib qolaman, yana hidlanaman degan qizlarimizni anamnez olganda deyarli 90% o'sha qin ichki devorlari bilan yuvishi aniqlaniladi. Ya'ni foydali bakteriyalarni yuvib tashlashadi. Tushunarli. Xo'p, hozir mana ikkita eng aktual usullar haqida gaplashdik. Bundan tashqari yana qanaqa usul bor? Masalan, kutilmagan aloqa bo'ldi, hech qanaqa saqlanish usulidan qo'llanilmagan, nima qilish kerak ayolimiz? Birinchi usul bu tabletka, gormonalniy tabletka bilamiz, Escapel et Pastenorm. 72 soat ichida mana jinsiy aloqa bo'ldi. 72 soat ichida o'sha tabletka tavsiya qilinadi. O'sha bachadon ichi servikal kanal truba yo'lidagi shilliq suyuqlikni sifatini o'zgartirib, u yerda spermalarni aktivligini, ya'ni harakatchanligini yo'qotadi. Bu usulni juda ham ya'ni iloji bo'lmagan holatda tavsiya qilinadi, chunki asosan Escapeldan so'ng qizlarimiz follikulyar kista bo'lib qolishadi, gormonal buzilish boshlanib ketadi. Shuning uchun bu preparatlardan tez-tez foydalanib turish tavsiya qilmayman. Asosan o'sha saqlanib yurganda bir oyda 3 martagacha, 4 martagacha bilmagan holda qizlarimiz Escapel tabletkasini ichganligi ham kuzatilgan. Ya'ni qaysidir o'rtog'i tavsiya qilgan yoki tanish tavsiya qilgandek bu usulni nima har doimgidek ichib yurganday qilib bir oy ichida, bitta sikl ichida 4-5 tagacha ichgan holati kuzatilgan. Bunday holatlarda ayollar gormonal fonini juda ham o'zgarib ketadi, tug'irlash jarayoni uzoq muddatga davom etadi. Bu usullardan deyarli foydalanmaslikni tavsiya qilaman. Agar mabodo himoyalanmagan jinsiy aloqa holati kuzatilib qolsa, yuqorida aytilgan o'sha sterilkali tabletkalardan birdaniga 5 ta donasini ichib yuborish tavsiya qilinadi. 5 ta tabletkani bittada ichiladi. Bu Escapeldan nisbatan ziyonsizroq hisoblanadi. Yana agar himoyasiz jinsiy aloqa bo'lgan bo'lsa, keyingi kunda spiral qo'yish ham yaxshi usul hisoblanadi. Ta'sir qiladi. Keyingi 5 kungacha ham qo'yiladi, asosan o'sha 3 kun ichida qo'yish tavsiya qilinadi. Jinsiy aloqadan keyin ham spiral qo'ysa zararini yo'q qiladi. Xo'p, mana bu. Endi bu ya'ni homilador bo'lib qolgandan ko'ra bu yaxshiroq demoqchiman. Xo'p, mana upakovkadagi 5 ta tabletkani birdan ichsa, qolgan tabletkalarni qanaqa ichish kerak? Qolgan tabletkalar ichilmaydi. Ichilmaydi. 5 tabletka ichiladi. Shundan so'ng bu yerda ham sikl buzilishi kuzatiladi. Ya'ni ichib tugatgandan so'ng 4-5 kundan keyin sikl, ya'ni hayz kelib qoladi. Shuni hisobiga ham homiladorlik kuzatilmaydi. Demak, xo'p, mana shu ekstrinniy tabletkalarni foyda va zararini umumiy qilib aytsangiz. Foydasi yo'q. Faqat zarar. Faqat zarar. Shuning uchun saqlanish usulini oldindan o'ylashni tavsiya qilaman. Juda yaxshi maslahat bo'ldi.
Xo'p, mana shu aytib o'tgan saqlanish usullaringizdan tashqari yana usullar bormi? Bu xirurgik usullar hisoblanadi. Xirurgik usullar, ya'ni DHS, bachadon naylarini bog'lab qo'yish. Bachadon naylarini bog'lab qo'yish bu eng yaxshi usul ayollar uchun. Ko'pchilik aytadi, bachadon naylarini bog'latganimdan so'ng klimaks bo'lib qoldim yoki gormonlarim o'zgarib ketdi deyshadi. Lekin bu organizmga hech qanaqa ziyon yetkazmaydi. Bachadon nayi bu to'qima. Teri to'qimasi qorin bo'shlig'ida joylashgan. Ya'ni u yerni bog'lab qo'yilganda bizda tuxumdonga boradigan qon tomir bog'lanmaydi yoki boshqa ziyon taraflar bermaydi. Shuning uchun agar mabodo ayol kishi masalan 3 ta tug'di, 4 ta farzand ko'rishdi, bo'ldi, boshqa tug'ish niyati bo'lmasa, albatta o'sha raddomda tug'gan joyda bemalol DHS usulidan foydalangan holda sterilizatsiyani bog'latib chiqishlik mumkin. Hozirgi kunda raddomlarda laparoskopik, ya'ni usullar bilan ham bu jarrohlik amaliyotini amalga oshirishyapti. Ya'ni bu tug'ib bo'lgandan keyin, tug'ganda, tug'ruv jarayonida, masalan, raddomda tug'dilar. 3 kun davomida tug'ruqxonadan chiqib ketish kerak. Lekin bu ayolimiz men bo'ldi, boshqa tug'mayman, men shu jarrohlikni amalga oshirmoqchiman deyishsa, o'sha tug'ruqdan so'ng 3-4-kunda jarrohlik amalga oshirilib, birdaniga sterilizatsiya qilinib, raddomdan chiqariladi. Bu yerda jarrohlik qanchalik? Katta jarrohlikmi yoki agar laparotomiya, ya'ni yuqoridan kesib amalga oshirilsa, bu jarrohlikdan ham so'ng shu 40 kun baribir ehtiyot qilinadi. O'zini ayol kishi bab tug'gandan so'ng 40 kun ichida o'zini himoya qiladi-yu, o'sha ikkalasi bittada bo'lib yengilroq kechadi. Agar laparoskopik usuli bo'lsa, bu yerda laparoskop nimalari bilan kiriladi, ya'ni kesik razrez tushirmaydi, tomiya bo'lmaydi. Xuddi ruchkadek instrumentlar bilan kirib, kindik yonidan va ikkita podvozdoshnaya oblastdan kiriladi-da, o'sha qorin bo'shlig'ida kamera orqali bachadon naylari bog'lanib chiqiladi. Lekin bu yana bitta operatsiyani aytyapsiz, lekin ayolimiz o'zi tug'ruqdan keyin hali og'riq bilan qanchalik yana bitta operatsiya qilish to'g'ri? Agar ayol kishi tug'ruq jarayonini yaxshi o'tkazgan bo'lsa, tavsiya qilinadi. Bu bunchalik og'ir operatsiya hisoblanmaydi. Ya'ni hech qaysi organ olib tashlanmaydi, ya'ni organizmga unaqa katta stress bo'lmaydi. Tug'ruq payti ham qilsa bo'ladimi? Tug'ruq vaqtida yo'q. Qilib bo'lmaydi. Yo'q, tug'ruq vaqtida masalan kesirva bo'lsa agar qilsa bo'ladi, albatta. Kesirva jarayonida birdaniga bachadon naylari bog'lanilib chiqiladi. Agar tabiiy tug'ruq bo'lsa, bu yerda bachadon hali katta bo'ladi, to'liq sakrasheniya bo'lmagan bo'ladi. Shuning uchun u vaqtda qilish tavsiya qilinmaydi. Xo'p, unda tabiiy tug'ruq bo'lsa, 3 kunda orasida qilgan yaxshimi yoki keyinroq 1-2 oydan keyin kelgan yaxshimi? Bu ayol kishining tanloviga bog'liq. O'sha tug'ruq muassasasiga bog'liq. Masalan, qaysidir tug'ruq muassasasida bu jarrohlik amalga oshiriladi. Qaysidirda amalga oshirilmaydi. Siz qanaqa usul maslahat berasiz? O'sha 3 kun ichida qildirsinmi ayolimiz yoki qanchadir vaqtdan keyin kelib qildirsinmi? Qanchadir vaqtdan keyin qildirish ikkalasi bir xil. Ahamiyati yo'q. Ahamiyati yo'q. Xo'p, mana shu DHS zararlari haqida aytib bering. DHS zarari yo'q. Bu qanday qo'pol qilib aytganda bitta ziray taqgan hisoblaniladi. Mana ziray taqib yuramiz, xuddi shunaqa bachadon naylari prosta bog'lab qo'yiladi. Bo'ldi. Yana ko'p savol berishadi, DHS dan keyin qayta ochish mumkinmi? Yana homila bo'lishi mumkinmi? Yo'q. DHS dan so'ng qayta ochish bu noto'g'ri narsa. Ko'pincha anastomoz qo'yiladi, ya'ni ikkita turbani, mana turba uzun 12 santimetrlik bu organ. O'sha mushakdan tashkil topgan organ hisoblanadi. Bizda DHS qilganda nima qilinadi? Mana bu turbani o'rtasi bog'lab qo'yilib, kesib tashlanadi. Ko'pchilik holatlarda o'sha tiklamoqchi bo'lishadi-da, o'sha ikkita tikilgan joyini olib, ochiq tarafini bog'lab, o'rtasiga anastomoz qo'yiladi, как trubishkaga o'xshagan narsa qo'yiladi, implant. Bu tipa ikkita turba, uzilgan turbani o'rtasida mostik sifatida
nima rol o'ynaydi. Lekin bu holatdan hali homilador bo'lgan, bu jarrohlikdan so'ng homilador bo'lgan qizlarni ko'rganim yo'q. Ya'ni chunki bachadon naylarini ichidan o'tadigan yo'l sochimiz tolasdek juda ham ingichka bo'lganligi uchun uni tiklash bu menimcha noto'g'ri narsa. Demak, bu usuldan keyin orqaga yo'l yo'q. Eng yaxshi usul agar DHS qildirib, undan so'ng homilador bo'lishni juda ham xohlagan bo'lsa, unda eko usuli eng yaxshi usul hisoblanadi. Faqat ekodan foydalanishingiz mumkin. Demak, eko ham hozirgi kunda juda ham aktual tema. Bu haqida siz bilan yana bafurja gaplashamiz. Agarda sizlarda qiziqish bo'lsa, eko usullari haqida yoki ginekologik boshqa muammolar, savollar bo'ladigan bo'lsa, izohlarda qoldiringlar va biz ekspertlarni chorlagan holatlarda mana shu savollaringizga javob beramiz. Va bugungi suhbat uchun, bugungi maslahatlar uchun sizga minnatdorchilik bildiraman. Haqiqatdan ham og'riqli nuqtalar haqida ayollarimizda beriladigan juda ko'p savollarga javob berdingiz. Mana shu patsientlarni davolashda, ulkan ish faoliyatingizda charchamang, doim Alloh o'zi qo'llasin. Mana shu sog' bo'lishingizda omad tilab qolamiz sizga. Rahmat. Agar qizlarimiz qaysidir o'zini bergan savollariga javob olisha olmagan bo'lsa, o'tgan videolar kommentariyasida ham raqamlar qoldirilgan, ya'ni internet sahifalar qoldirilgan. O'sha yerga bemalol yozib qoldirishlaringiz mumkin. Demak, bugungi ekspertimizni nomerlarini, qaysi klinikada ishlashlarini hammasini izohlarda qoldiramiz. Kirib o'qishinglar mumkin. Biz mana shu suhbatlarga faqatgina kuchli ekspertlarni, haqiqatan xalq xizmatida bo'layotgan, foyda olib kelayotgan ekspertlarni chorlayapmiz. Faqatgina masalan hozirgi insta vrachlar degan tushuncha bor. Ularni emas, haqiqatda ishlab kelayotgan, foyda berayotgan vrachlarni chorlagan. Agar mana shu suhbatlarimizni davom etishini xohlasanglar, izohlarda qoldiringlar. Qanaqa mavzular sizlarga aktual va qanday temalarni olib chiqishimizni, qaysi ekspertlarni chorlashimizni xohlaysizlar va keyingi ko'rsatuvlargacha xayr deb qolaman. Sizga katta rahmat. Sog' salomat bo'lingizlar.